Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, hammalarningki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'luq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men tunga azroq bir ishlar sababidan chiqolmay qoldim. Men navbatda meningki ota-onamningki nahaq 18 yil kesib qarshi Shvetsiya parlamentininki oldida namoyish qilyapman va shundaqla bizningki vatanimizda shu bo'layotgan shu irqiy qirg'inchiliklarni parlamentninki oldidagi o'tayotgan va parlament ichidagilarga xitoyninki irqiy qirg'inchilikni to'xtat va xitoyninki irqiy qirg'inchilik qarshi turaylik degan shiorlarni to'lab hem ota-onamninki hem vatanimizdagi bo'layotgan ishlar to'g'risida ishlarni qilyapman. Uningdan sirt aningdiki bizningki da'voning ichidagi Rabia Qodir, Olim Seyitov, Umar Qanot, Abbas Ailisi qatorliq 4 milliy munofiqningki bizni indigenes qilayotgani, ya'ni ag'vatlardek bizni ashulaqa naslimizni quritib bo'lgan to'g'risidagi arxivlarni ko'tarib chiqib xalqimizga anglatdim. Undan keyin Sharq Turkiston yoshlar qurultayininki katibi Dilara Musayev efendimmi 3 soatning ichida o'ziniki mol bo'lgan bilimlar orqali xalqimizga 3 soatning ichida yedirib, hozir xalqimizningki uyg'ondi, bularningki qurultayininki qanday ish qilayotganligini bular haqiqiy tipda ko'rdi. Mana qarindoshlar bizni mushu darajaga olib tashlayapti. Endi ko'zimizni ochmasak, endi uyg'onmasak, yana mushu qurultayning ichidagi erkin nasaga o'xshash andan keyin Mamtimin doktor Xitoy ayoli bor. Andan keyin Osiyo Uyg'ur Vali Dabshaqqa o'xshash mushundaqlar shu nimalarni qilib shu yozmalarni yozib chiqib doklad sunib bizningki shu muhim emas ism tanishningki uni buni deb mana mushtaq o'tgandimi mushu erkinsidiq mushu bizningki unchalik yahudlarnikidek ig'ir emas, biz texi baxtlik deb o'zini ashtaq qilgan. Ben aşağılarda degan chaqda meni shunda tillab ketgan tinglar. Mana qarindoshlar, bular shundaq olimlarni tarbiyalab, hukumatlar orqali shundaq bir nopozliq bir organlarga xizmat qilib, amaliyotda bu erkin nasa va lopaynakning ishini qildi, bir nasa desa osmonga chiqmaydi bu. Hamda shunga o'xshash. Shundaq odamlardan foydalanib, uzundan beri bizningki da'vorimizningki yo'lini noto'g'ri bo'lgan holatda kesib keldi. Shundaqlar bizga bizningki xalqimizga mana hozirgacha ziyonkashlik qotdi. Bu qitimqimi Dünya Uyg'ur qurultayiningki 7-navbatlik yig'inda asosiyatdan mashalchilar gruppasi Dünya Uyg'ur qurultayini egallagan. Bular mashalchilar degan emas, bular Uyg'urizm deb turib Uyg'urlarga ziyonkashlik qiladigan eng xatarli kuylar bo'lib, bularningki hozir mushu indigenous people'ni bosilish orqali Xitoy hozir bizni vatanimizda palash holat kuchirib qo'ydi. Shuningga bular azroq Xitoyga vaqt tutib berish uchunga buni shu BDT'ninki torbetidan chiqamaslik uchunga bütün yerlerde sayrab onu bunu qilyotdi. Ondan keyin tunugunki Dünya Uyg'ur qurultayininki 7-navbatlik yig'inda Umar Qanotninki so'zlagan gapininki 38 sekunddan 39,5 sekundgacha 39,5gacha bo'lgan 1 minut 35 sekund yerida o'zininki ishki ishlarininki ishki bexatarliklariniki Avustraliyadagi jamoat bilan Avstraliyalik tashkilotlar bilan kuchli hamkorlik o'rintirganlik to'g'risidagi narsani qilganning yog'i men bir narsani aniqlab undan keyin bu Umar Qanot shu bu ashadagi Baxtiyor Bo'ra degan Avstraliyadagi ishdan kuchga orqali ashadagi Arafat Qutlanma tunugun Arafat Qutlan deb yozdimmi? Shuning orqali ayolning ismi Karimay bizningki do'stlarimizni bizga masalanki shu kommentarda haq tarafda turib yozgan shu odamlarni anodiki men va meningki do'stlarimni qarlab bizni kirishtirib shunday narsani qildim. Atgan Facebookga qarsam meningki burungi 2016-2015dagi bir Xogoxonda tushgan rasmimni chiqarib meni sesitish boshlabdi. Men hech qanday tashkilotga tava emas. Men nada tomoq yemdim yoki nima qilsam meningki o'zimningki o shaxsiy ishi meni o Zamartayga o'xshashlar selishtirib menikini qilsanglar menda London sotidan yoki bu yerdan chiqib qilgan narsa emas u. Men kirgan bo'lsam kirdim deyman, yegan bo'lsam yedim deyman. U yerda hech qanday bir aroqningki potilkisi yoki hech qanday narsa yo'q. Men ko'rdinglarmi qarindoshlar? Bular
Muşunda o'zicha bizni mushundaylik sistem uni buni qilma deb. Men dedim-ku, o'kandim chaplab qo'ydim. Meningki kerak bo'lsa, muncha juyinayotgan rasmim bo'lamdi, videom bo'lamdi yoki bir ish qilayotgan nima bo'lsa taqib et. Men bu yo'ldan qaytmayman. Endi mushu indigenous people'ni yo'qotishga kuchaydigan bo'lsang, ya'ni mushu indigenous people'nikini yo'qotishga kuchmay, mushunga to'sqinlik qiladigan bo'lsang, endi qo'limdagi ikkinchi qartni etib dunyo Uyg'ur qurultayidagi bosh jasus va uningki agash kuchilarini rasvo qilib etaman. Ma ishni anondan tönögünmü Şvetsiyanınki parlamentidan chiqarilgan bir qonun bo'yicha xabarlar chiqarib qo'ydim. Shvetsiya hukumati hamma narsaga diqqat qilib, qaysi Uyg'urnikidan bo'lsin, butun hammasini bilmaydigan ish yo'q, bilmaydi deyman. Do'lqinaysa, qo'lig'ingni ding tutib angla. Mani torbatdan chiqirsa, Rabia Qadir, Olim Sitov, Umar Qanat, Abbas ailesi, Rabia Qadir xonim o'tganda siz bayonot e'lon qilgan chaqda mushunda mushuni shu Luisadan kelgan mushta $5000 sirt siz achada yana $50,000 projektni mush endi jenisni qilganga $50,000 $50,000 nima qilingan ya'ni tarjimonlikqa yoki material qilganga ishlatinglar deb $50,000 $50,000 gapini chiqardingiz ashuningki hisobini xalqqa to'liq bersa shu haqiqiy vatan uchun millat uchun kurash uchun shu kurash qilayotgan tashkilotlarga xalqparvar tashkilotlarga $50,000 sen haq to'laysan. Sen haq shu $50,000 yeb ichivatding ashchaqda. Indigenousniki projektga bergan $50,000 Rabia Qadir shu videoda sening og'zingdan chiqdi, boshqa odamning og'zidan chiqmadi. Olim Sitov, sen buning o'disidan chiqsa, Umar Qanat, sen men bilmayman deysa, men sening shaxsiyating kirmay, ya men endi desam ayoling bilan ishqingni bak rasvo qilib aytma. Bak deb aytma, men og'zimni men sal tutib olay. Mening o'disidan sen chiqsa, tushunding? Meningki BDT'ning kash torbetidan shu e'lon qilganlardan qanday kirgizgan bo'lsang, shundan chiqirsa. Men xalq o'yg'aq. O meningki shaxsiyatimga kirib, aniq qilib, meni qilsang qilaver, mening xayolim kirib chiqmaydi. Shuningga qarindoshlar kallamizni o'yg'aq tutaylik. Uningdan keyin mushu ota-onamizni akirib ketgan yana bir qilgan qarindoshlar yomon jiqkanmiz. Mushu hammamiz nimishga qarab o'tirimiz. Chiqinglar nimishga bunday qilisizlar? Sizlar nimadan qo'rqaysizlar qarindoshlar? Qo'rqadak ish bormi? Va Xitoy ota-onanglarni akirib olib so'lab olsa, uni buni qilsa, mushta qarab tursanglar qanday bo'ladi? Bu shu Yevropadagi, Amerika, Kanada, Avstraliyadagi nurg'un davlatlar ICCga tava arz qilinglar, xat yozinglar Beyjingdagi konsulga. Men davlat ICCga tavakan, men davlatning grajdani. Meni bunday qilsa bo'lmaydi, u bu deb. Qaqshanglar qarindoshlar, chiqinglar, vaqiranglar. Qarab o'tamanglar. Buningdan keyin qarab o'tiradigan ish yo'q, faqat mushu Xitoyga qarshi ishlarni qilish kerak. Uningdan keyin qarindoshlarlik ayani ko'pga bo'yaversa yoki mayani ko'pga bo'yaversa yoki ayat namoyish qilsa, uningga hayajonlanib ketmanglar. Ular cho'ng ish bu desakmi bo'ladi, ammo unchalik bak cho'ng ish emas. Bizningki mana shu kuni ko'rsatganligida anda torbatlarda bizni anda BDTlarga mana ashundan narsalarga diqqat qilishimiz kerak, qo'llab yurish kerak, translate qilish kerak, ko'rish kerak, o'qish kerak. Ashunday narsalarni mana mushlar qurultayliklar xato qilsa, senga chimbadi bu o'qib deb anda narsani tutib chiqish kerak. U namoyish qilish, u bu degandek narsalar bir yilda ish kuchlaytam, uni buni xotirlagan bilan bo'ladi. Uningga o ayani anda qilyapti, mayani anda qilyapti deb uningga cho'ng bir bir hayajonlanib ketadigan ish yo'q. Biz Uyg'ur xalqi hayajon millat, oqko'ngil millat, hissiyatchan millat. Shuningga mana bu da'vo xoinlari bizning hissiyatimizni o'ynab keldi. 72 yilning yog'i bizning psixikamizni o'ynab keldi. Qarindoshlar, shuningga hech qanday narsadan qo'rqmaslik kerak. O namoyish deganni dushanbadan jumagacha yoki dam olish kunlarini chiqarib bitib, mushu parlamentning oldida qilamiz. Mushu davlatningki mishada qilamiz. Tayoqni ekimdan yeb, ya'ni ekimni oldiga bormaymiz, begimning oldiga boramiz. Mushunda gap qarindoshlar. Uningdan keyin mushu ota-onanglarningki, urug' tuqqanlaringlarningki, vatandagilarningki mushu ishlarga kelgan chaqda mushu butunlay shu nimada bo'linglar, qarab o'tamanglar, ishlarningki qo'ydilar bo'linglar. Kunda bo'lmadi degan chaqda ota-onanglarningki rasmini chiqarib, qarindoshlarning rasmini chiqarib, shu Xitoy irqiy qirg'inchilikni to'xtat, ota-onamni qo'yib yoki adamni qo'yib yoki akamni qo'yib degandek, bunday ishlarni qilinglar. Bo'lmasa
keyin pushaymonda qolasizlar. Yaxshi bo'lmaydi. İzlergini qilinglar. Asli mushtaq vaqtda hozir hammamiz yana bir ko'tarilib chiqib, mana shu Xitoyninki mana shu bo'layotgan qishliq olimpiyaga doir masalan hammamiz irqiy qirg'inchilikni to'xtat, ota-onamni qo'yib degan bilan birga anadagi shunday narsalarni mana shu Beyjingda bo'layotgan olimpiknikini uni baribir olimpik komitetidan tasdiqlab qo'ygan, uni boykot qilamiz u bu degan bilanmi qilib endi mava qo'p bo'ldi, buni qilganmiz oldin qilaverg'iydi. Men ochiq qilolmaydi deb o'ylayman, lekin shuningga qarshi turib mana shu yaqinda shu ota-onamizniki, urug' tuqqanlarimizniki shu parlament davlatlarning oldiga to'kilib ketishimiz kerak. Anadagi qo'shimcha masalan shu Beyjing qishliq olimpikini qo'shimcha deb qo'ysak bo'ldi. Bizningki asosiy vazifamiz mustaqillik talab qilish, irqiy qirg'inchilikni to'xtat degan shu temalar ustida bo'lgani yaxshi deb o'ylayman. Qolgan endi tushak chiqayotgan narsalar endi u bir xalqning diqqatini burash va chechishdan boshqa narsa emas xolos. Eng muhim narsa shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ichida biz nima talab qilamiz? Qurultay nimani talab qilyapti? Nimalarni kirgizyapti? Qaysi qonunlarni chiqarib o'tishimiz kerak? Biz indigenizlar xalqimi? Biz yerlik xalq shu yavoyi millatmi? Bizningki butun 35 million 40 millionga yaqin odamimizni islomsiz, islom dinini Xitoyga o'xshash, Xitoy bizni shunda radikallik deb turib bizni ashar qanday qirgan bo'lsa, qanday bizni nima qilgan bo'lsa, mana qurultaydagilarmi bular yavoyi odam degandek narsani qilib, mana shu islomlarimizga qarshi chiqib, bizningki mana vatanimizning ichida mana lagerlarning ichilishiga yeshil chiroq bo'ldi. Chet eldagi psixikasi buzilgan yoki ota-onasi kirib ketgan, urug' to'rqalar kirib ketganlar, sizningki qaysi bir tuqqaningiz gunohkorti vatanda, sizningki qaysi bir tuqqanlaringiz vatanning ichida gunohkorti, qaysi bir tuqqanlaringiz lagerga kirib tarbiyalanish kerakdi. Mana shular yavoyi odam deb tizimliklar kirgizib yetib, mana Xitoy yeshil chiroq ichib bergachga cho'qim ul emas, sabablarning birisi endi 10 dona qizil chiroqning ichidagi bir yeshil chiroq shu indigenes, mana shu yeshil chiroq. Shundalarni qilib bizninkini butun narsamizni vayron qilyapti. Madaniyatimizni vayron qilyapti, yeziqchiligimizni vayron qilyapti, ma'rifimizni vayron qilyapti, korxonchi savdogar boylarimizni vayron qilyapti, onalarni bolalarni o'rayapti, nurg'un insonlarni o'ltiryapti, qirg'inchilik qildi, ayollarni tug'mas qilyapti. Qarindoshlar, shuningga shundoq jihatlarda biz shunga endi qarshi turishimiz kerak. Endi cho'qim bu indigenous masalasida 4 milliy munofiqni biz sotlaydigan ish bo'lsa, cho'qim biz imzo yig'ib turib, bularning ustidan xalqaro jinoiy ishlar sotiga berishimiz kerak. Bularni Olim Seyfitovni radiodan qo'g'lab chiqarishimiz ustidan arznoma yozib, arznamani yaxshi yozib, dokumentlashtirib, advokat tutib turib, meningcha bo'lsa, ism to'plab bugoylarni sotga berish kerak. Bizga vakil emas, bizni qarab turib ishtaq qo'yibdi. Bizni olgan tarix yaratgan, bizga shalliq sahiflarni yaratgan millatlar deb majinda qilish kerak. Majinda gaplar. Ondan keyin shu Avstraliyadagi Arafat Qutlar, men endi seninki YouTube kanalingda yana ashundaq bir narsani ko'rganmisam, sening turayotgan yeringdagi ism familiyangni tepib, Google'dan Avstraliyaniki sen turayotgan shahardagi saqchixonning nomerini tepib turib, biz mashunda qilyapti deb turib, seninkini shu videoni yasayotgan vaqtingni obdan ko'rgan, ashuna qilgan o'zingning shu videoda Avstraliyadagi bir fayonda taftish qilgan Polatni degan chaqdimi o'zingning ismlarini ashada sen o'zing oshkorlagan. Uningdan sirt ko'rgan bolalar, ko'rgan inalarimiz bor. Endi sen ma qilmishing to'xtatmaydigan bo'lsang, men sening Karimay degan xotiningninki Benjang Bingandagi ishlarini tarjimonlar qilgan va boshqa vatvarkangni chiqarib yetaman. Qon qusib o'lsa, bolalaring ana deyishdimi xijil qilgan holatga keltirib yetmayman. Mana qulog'ingni ding tutib qanglar, sen meni o'chi-bo'chi dumba taraflarga o'xshatib qolma. Unda bo'lsa, qarindoshlar, men shu o'zimizningki vatanda bo'layotgan ishlar to'g'riliq Xitoy nimani to'xtat, shu irqiy qirg'inchilikni to'xtat degan narsada men o'zim shu namoyishamni to'lmoqchi. China, stop, Uyghur, genocide,
China stops Uyghur genocide. China stops genocide. China stops genocide. Xi Jinping terrorist. Chen Shuanggu terrorist. Fascist China. Terrorist China. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Fascist China. Nazi China. Virus China. China stops genocide. China stops genocide. Virus China. China release my parents. China release my parents. Stand up against China genocide. Stand up against China genocide. Stand up against Uyghur genocide. Xi Jinping terrorist. Xi Jinping terrorist. CCP terrorist. Fascist China. Terrorist China. Fascist China. Terrorist China. Nazi China. Nazi China. China stops genocide. China stops Uyghur genocide. Virus China. Terrorist China. Fascist China. Stand up against China genocide. Stand up against Uyghur genocide. Stand up against Uyghur genocide. Fascist China. Fascist China. Stand up Sweden. Virus China. Xi Jinping terrorist. Nazi Xi Jinping. Xi Jinping terrorist. Nazi China. Fascist China. China stops genocide. China stops Uyghur genocide. Chen Shuanggu terrorist. Xi Jinping terrorist. Xi Jinping terrorist. Fascist Xi Jinping. Stand up against China genocide. Stand up against Uyghur genocide. Stand up against Uyghur genocide. China stop folk murdery. China stop folk murdery. China stop folk murdery. Sverige agerar på uigurer. Sverige agerar på uigurer. Sverige agerar på uigurer. We will have independence. We will have independence. China get out of East Turkestan. China get out of East Turkestan. Fascist China. Terrorist China. Xi Jinping terrorist. Chen Shuanggu terrorist. Nazi China. Terrorist China. Xi Jinping terrorist. Chen Shuanggu terrorist. Xi Jinping terrorist. Chen Shuanggu terrorist. Virus China. Stand up Sweden. Virus China. Stand up Scandinavia. Stand up Scandinavia. Fascist China. China stops Uyghur genocide. China stops genocide. China stops genocide. China stops Uyghur genocide. Stand up against China genocide. Stand up against Uyghur genocide. Stand up against Uyghur genocide. Chen Shuanggu terrorist. Fascist China. Terrorist China. Dictator China. Xi Jinping terrorist. Chen Shuanggu terrorist. Stand up against China genocide. Stand up against Uyghur genocide. Stand up against China genocide. Stand up against Uyghur genocide. Chen Shuanggu terrorist. Xi Jinping terrorist. Fascist Xi Jinping. Virus China. Virus China. Wake up people. Wake up people. China terrorist. Xi Jinping terrorist. Stand up China. Stand up against China genocide. Stand up against Uyghur genocide. Chen Shuanggu terrorist. Xi Jinping terrorist. Wake up people. Stand up Sweden. Virus China. Xi Jinping terrorist. Nazi China. CCP terrorist. Xitoy hukumati qarindoshlar vatanimizda irqiy qirg'inchilik qilyapti. Butun dunyoga viruslarni tarqatdi, baloyi ofat qildi. Biz Xitoy hukumatiningki ustidan cho'qim qilayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishi va vatanimizdan chiqib ketish uchun cho'qim kurash qilishimiz kerak. Boshqa cho'ng ishni qilmasakmi, qilamizakmi, ota-onamizningkini so'lab qo'ygan yerdan chiqarish uchun tirishishimiz kerak. Biz cho'qim o'zimiz turayotgan davlatlarningki hukumat binosining oldida yetib olishimiz kerak. China stops genocide. China stops Uyghur genocide. China stops Uyghur genocide. Chen Shuanggu terrorist.
Xi Jinping, terrorist, fascist, Xi Jinping, wake up people, virus China, fascist China, terrorist China, wake up people, wake up Sweden, wake up Sweden, stand up Sweden, fascist China, terrorist China, dictator China, Xi Jinping, terrorist, Chen Shanko, terrorist, Xi Jinping, terrorist, Chen Shanko, terrorist, China stops Uyghur genocide, China stops Uyghur genocide, China stops Uyghur genocide, we will have independence, we will have independence, China get out of East Turkestan, virus China, Xi Jinping, terrorist, wake up people, China, terrorist, fascist China, China stops genocide, China stops Uyghur genocide, wake up people, wake up people, stand up Sweden, stand up Sweden, stand up Sweden, fascist China, terrorist China, Nazi China, China stops Uyghur genocide. China stops Uyghur genocide. China release my parents. China release my parents. China stop fuck murder. China stop fuck murder. Fascist China. China murder. China murder. China murder. Xi Jinping murder. Xi Jinping murder. Fascist China. Terrorist China. Virus Xi Jinping, virus China, virus Xi Jinping, CCP terrorist, CCP terrorist, China release my parents, China release my parents, wake up people, wake up Sweden, fascist China, terrorist China, fascist China, terrorist China, fascist China, terrorist China, stand up Sweden, stand up against China genocide. Stand up against China genocide. Stand up against Uyghur genocide. Stand up against Uyghur genocide. Xi Jinping terrorist. Xi Jinping terrorist. Nazi China. Nazi China. Fascist China. China stops genocide. China stops Uyghur genocide. China stops Uyghur genocide. Qarindoshlar, mana bu so'g'og'achqa telefonning to'kiga o'tirib qoldi. Ben asla besütey bu meseleyi takat kılınmaya kalmışsın. İsmet.